hozir aytishadi-ku, kosmetologlar tiqilib ketdi deb. Kosmetologlar talab ham tiqilib ketdi deb. Xuddi mana aytganingizdek, oldin 35-40 yoshda уже kosmetologga borishni o'ylasa, hozir 18-20 yoshli qizda ham keladi. Ya'ni уже yuzi qurib ketgan, ajin tushib ketgan, har xil boshqa problemalar, gormonal narusheniylar, dog'rilar chiqib ketgan, undan dog' qolgan. Endi uni hammasini muammosiga qarab, bemalol yosh tanlanmaydi, ishlasa bo'laveradi. Yuzi qurib ketganlar bu, men endi 18-20 yoshli qiz kelsa, birinchi o'rinda aytaman, yaxshi domashniy уход ishlatib turing. Masalan, o'sha 5-6 oy ishlatganda sezadi. Agar professionalniy dermatologический yaxshi yuziga tushadigan narsani ishlatsa, уже buni effektini 10 kundan keyin ham sezadi. Demak, yuzi namlanyapti, yaxshimi? Unga ozgina уход yordam beryapti-da. Boshlanishida shunaqa qilish kerak. Endi kasal bo'lsangiz, borib sirasi kuchli antibiotik olgandan ko'ra, slabiydan boshlasangiz ham ta'sir qiladi-ku odamlarga. O'sha 18-20 yoshli qizlarda birinchi zarari yo'q narsa bu domashniy uходdan boshlaydi. Agar o'shanda ham ta'sir qilmasa, unga o'sha mezoterapiya kerak bo'ladi.